Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifle Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün Abi Ja'far el-Mansur'daki hayatı ders yana devam ediyordu. Bugünkü bu vakalıkta İbrahim ibn Herme bilen Abi Ja'far el-Mansur arasındaki boğaz sohbetler hakkında toxtulup etmez. Yani bu adam Araqqa ait omroq adam ki bu İbrahim ibn Herme en vaqtidagi şu Medine'nin dağlık şairlerden şu aynı devirdeki şu Arap edebiyatında en tesir var büyük kişilerden de. Ama bir aybi Araq içidiken, Araq keşken de bu adam. İmam Askari'ninki Avail namlı kitabı da deyilişçe. Hatta bu adamınki şu İbn Herme'nin haberleri namlı kitapları vardı. Məxsusmuş İbn Herm yani İbrahim İbn Herme hakkında kitap vardı. Bu Araq bek mu amraqken de şimdi onlar Mansur'un qışığı kirip de. Hem de şu Medine'den aşın emek berip de hem de Bağdat'a. Şu yerde Mansur'un qışığı ozorak kirgen. Çünkü bu adam hem de Umayyiler devirdeki şairler, haliflerini mu Abbasiler devirde şu Ebu Ja'far el-Mansur'ni maqtıgan hem de saray şairleri deyişki boldu aynı vaqtda. Tilin ait ötkür falsafatlik. Şu vaqtda da tüvendiki şiirini okuganken de. Bu şiirninki hem de umum mezmunu hem de Ebu Ja'far el-Mansur'ni maqtıgan şiir bunu da. Bunu şundaq deydi. Onunki şundaq bir qaraşları var Karvatның taraflardan yani taxtның taraflardan. Eğer navada şu yerde şundaq bir hücum qilib qalsa yoki tikilib qalsa demekçi. Ya jaza azap buludu ya ki bo'lmasa bir mukofot tartuq buludu. Eğer onun eminlikini xotirjamlik tuyg'u bersan, o tixim oshirib adamga eminlik ato qiladi. Eğer onun yomonliklar urinib qalsang bo'ldi bas, o do'stin og'rib boshlaydi deb. Bu adam ne? Ebu Ja'far el-Mansur ne? Ama şu söz orqali yani köygenge ko'ydigan qahrimi va zahrimi va adam degan mazmun isbotlaganda Mansur bu she'rni shundoq hayron qilib dediki, "Nima talping bor?" dedi. Degandiki, "Sen Madinadagi valiga bir xat yozib bersangiz, meni bir masalda uchirib qolsa, menga bir jazo qamchi bo'lsa" debdi. Alloh belgilagan jazoni men bekor qilmayman Qur'ondagi. Degan odam debdiki, "Men azroq bir hilmikir qilib bersangiz ham shu to'g'riliq." Degandiga darhol Madinaning valisi xat yozibdi-da. Kim İbn Hurmani qishinga masalada tutib kelsa, tutib kelgan soqchini o'zi qamchi o'g'in, İbrahim ibn Hurmani 80 qamchi o'g'in deb shunaq debdi-da. Shuning uchun ham shu İbrahim ibn Hurmani Madinadagi vaqtida ham masalada soqchilar ko'rib qolsa, soqchilar aytganda kim bu 180 ga setib oladi deb uning karomay ketadi ekan. Hamda bu yerdagi bu masala qozixonga inib qolgan ekan, soqchini o'zini urdi, andin o araqchiga mesni 80 ni urdi-da. Shuni bilan soqchimi ko'makchiga ketadigan ekan. Buning bilan bu jazodimi bu qutulib qoladi. Agar navada bu voqelik agar rost bo'lib qolsa, bu bir ish ahvolimda. Mansurni shu maqtab bo'lgandagi she'r orqali Mansur bu qatdan buning 10 ming dirham pul beribdi. Bu bek cho'ng gap Mansurga nisbatan. Ona debdi İbrahim, yani İbrahim de Hermen dedi. "Ma pulni ching saqla. Seningga hamda bizning qishimizda buningdek jiq pul yo'q. Jiq berdik" demoqchi-da. Shunda İbn Hermen shunaq debdi. "Pul siratda men bu bilimlik allomining tamosi bilan o'tima" deb shunaq qilibdi-da. Siratda sana şu yer uçqishima degan ekan. Bunda degani hamda hem bir nuqtadan hem de Ebu Ja'far el-Mansurga qilingan bir chaqchaq hamda. Hem bu shu orqali bir xil qiyomatga avvaldan bir umidvor bo'lish maqsadi bor bunda. Mansurning she'rlaridan hamda uning she'ri nihoyat oz, lekin tuvandagi she'r Mansurning she'ri. Agar sen fikrlik odam bo'lsang, irodalik odam bo'l deydi. Çünkü insanın da fikri davalg'ush bo'lgan vaqtida, yani buzilganligi bir xil davalg'ush holatda, yani yapsam pishami, qilsam pishami degan holatda bir fikrda bu fikrning buzilgan holati deydi. Dushmanlarga kuching yetgan vaqtida hargiz uning sal qarmab fursat berma deydi. Sen tizdin uning hujum qil deydi, podshoh olib qilishi mumkin degan she'rni Mansur o'qigan.
Ebu Jafar el-Mansur'niki bir savaq dishi haqida bir nima bayon bor ekan, buni ko'rib chiqaylik. İbn Ad'um el-Afriqi degan odam shundoq debdi hamda. Men Ebu Jafar el-Mansur xalif bo'lishdan burun biz birga o'qigan saboqdashdik deydi, ilm o'qiydigan. Shu vaqtida men uysiga boshlab kirganda, shu vaqtida bir tomoq kelibdi, tomoqda go'sht yo'q tomoq kelgan vaqtida. Keyin o'zim bir dedikini chaqirib, tatliq turum bormi debdi, yo'q dedi. Xom bormi dedi, yo'q dedi. Shuning bilan o'zini tashlab yetib, tuvandagi oyat o'qigan. Estaizu billah. Parvardigoringlar dushmaninglarni balkim milaq qilish mumkin degan oyatni o'qiganda. Endi bu keyingi mezgilda xalif bo'lgan vaqtida yana bir qatam bordim deydi Afriqa degan bu odam. Shundan Abu Jafar Mansur so'rabdi-da, Umaviylarniki sultonligi, podshohligi qaraganda mening podshohligimning farqi nima? Deganda Abu Afriqa javob berib bundoq debdi. Endi men ularning zamonasida ko'rmagan zulmni sening sultoningda ko'ryapman debdi. Degandan keyin sulton shundoq debdi Abu Jafar Mansur. Biz yordamchi, ya'ni qo'lluvchilarni jiqtib bo'lmayapmiz debdi. Dedim men Ömer ibn Abdülaziz bundoq degan. Sultan bir bozorga o'xshaydi. O bozorga infoq qiladigan, sarfiyat qiladigan narsalar keltiriladi, bu bir narsa ekiladi deydi. Agar bug'doy bo'lsa deydi. Bug'doy ekiladi. Agar yaxshi bo'lsa, o yaxshilar keladi. Agar nachar bo'lsa, nacharlar keladi. Onun qishiga nachar odamni keldi debdi, shuni misol 5 inson qilib turgan deydi. Demakchi bo'lgani hamda shu bozorning moyitiga o'xshaydi. Masalan, nashayan aroq bozor bo'lsa, masalan, aroq ekiladi. Yaxshi narsalar sotilgan bozor bo'lsa, yaxshi narsalar ekiladi. Deb bu orqali hamda o'zing og'inisi savoqdish bo'lg'achqa, ya'ni qo'rqmay, dadil holatda bu nasihatni qilyapti-da bu odam bu yerda. Hamda Mansurninki so'zlardan podshoh har qanday narsaga sabr qila oladi, lekin 3 narsaga sabr qila olmaydi. Biri podshohning sirini oshkorlab qo'ysa, buning sabr qila olmaydi. Biri hamda podshohningki hurramlari, oila tavobatiga boshqalar chiqib tekkan bo'lsa, buningga boshqalar chiday olmaydi, sabr qila olmaydi. Yani biri podshohligini ayblab bevosita onun chiqib tekkan bo'lsa, bunimi qabul qilinmaydi degan. Buni Imom Suvli sanatlik holatda bayon qilib o'tgan. Ya'ni shundaqla Abu Jafar Mansur shundaq degan ekanda, agar dushmaning sana qo'lini sunsa, kuching yetsa qo'lni kesib et deydi. Kuching yetmasa, o qo'lni so'yib qo'y yoki qabul qil deb shundaq degan ekan. Tuvandagi abzasda hamda Abu Jafar Mansurniki zirakligini sinaydigan bir voqelik o'tibdi-da. İmam Suvli Yaqub ibn Ja'far degan kishining bayon qilishicha, Mansurniki zirakligidan tuvandagi voqelik dalil bo'la oladi. O Madinaga kirgan ayni vaqtida shu Madinada bir oyda tug'an. Shu vaqtda Rabi' shunaq Rabi' o'zining ojibi endi. Vazir darajalik odamda shu vaqtda. Uning debdi mana bu kishilarning uylarini bir tanishtirgan bir odamdan birini topgan. Şu Madinadagi kishilarniki, sahobalarning mesela shularniki qadimgi uylarini, joylarini bilay debdi-da. Shu orliqda bir odam elib kelibdi, bu shu uylarni tanishtirdiganqa. Lekin hamda shart Mansur gap so'ramoqchilik, shu gap boshlamaydigan shart qilib olganda shu vaqtida. Ajib Rabi'. Hamda u odam ayrilgan vaqtida Rabi' uningga 1000 dirham pul beribdi. Shuningdek bu odam Rabi'dan shu 1000 dirhamni talab qilibdi degandan keyin menga bir narsa demidi deb yana shu uloqqa minib shuningga hamma uylarni yana bir askar deb tushuntirib qo'ygan deb. Yana bir qatam hamda birinchi kun tugdi-da, ikkinchi kuni. Yana uloqqa minib shu uylarni hamma tanishtirishga boshlabdi-da, hamda hatto shu so'z qilishga joy qo'ymag'idak, to'liq tushuntirib qo'yapti so'g'an narsani. Hem de ayrılmakçı bo'lgan vaqtda ilk adam shu gap o'yin tanishtirgan odam gap boshlab, Amirul Mu'minin Mavi bo'lsa Ahvas degan shoir she'r to'qigan Atikaning uyi debdi. Bu mashhur she'r ekan. Bu Atika haqida she'r to'qilgan ekan. Yani bu she'rning mazmuni bundaq xili jiq she'r bu. Buningda
Mana şu düşmandan kaçkanda kaçırdıgan atkanın uyumu şu. Lekin onunğa telpunduğan yürek var dep. Bu hem de bir gazel karakterlik, muhabbette, iş karakterlik şirken aynı vaqtida. Hem şunu ola bu Mansur hayran qaptı da bu gapni menden burun gap başlamaydı. Bu da hakikaten bu gap başlap kaldı da dep. Bu qasidini yürkiden şunda mağdurup demde. Kılacak şir go bu hamda. Onun da mundaq bir şir vakin. Sen diginini kıladigan, orundaydigan adamsan, lekin ba'zi adamlar var tilini ayt yalğançı. Ay demaydigan, qilmaydigan ishlarni deydi deb bu orqali padishoni maqtash va bir qism yalğançı adamlarga bir qamchilagan holatlar bor ekan bu she'rda. Shuni darhol Abu Ja'far Mansur onun talibini bilib qapti. Ha, bu demakchi o'g'il mukofot talab qilibdi-da bu deb kulib ketib, Rabiga debdi. Onun yana mingdar ham bergan deb qo'shib bergan deydi. Hamda İmam Söyleni'ki İshaq el-Mevsali'den deyişçe hamda men Abu Ja'far Mansur o'zinki mushu so'rindosh og'aylarning qishiga ne naqshi o'qib yoki aroq ichgan ahvolda ko'rinib boqmagan deydi. Belki hem de ağaylarla ottağa vaqtida bir perde taşlap qo'ydi ki orliqda 20 gezdek orliq var. Yani o'zi töpü fut ottağan bo'lsa, orliqda yani 10 metr, 5-6 metr orliqda pastda o'zinki so'rindoshları, anjuman adashlar o'ltirdi ekanda. Hem de şu Bani Abbas xalifelerden o'zini oshkora adashlar bilan so'rindoshlar bilan oshkora perdesiz ottağa adam Mahdi edi deydi. Bu orqali ham Abu Ja'far Mansur o'zinki podshohlikniki dastlabki mezgillarda xalifaning hay'atini ko'tarishni maqsad qilgan bo'lishi mumkin. İmam Söyle Yaqub ibn Ja'fardan deyishcha Mansur Qusam ibn Abbas ibn Abdullah ibn Abbasga shunaq debdi. Ana bu kishi Abdullah ibn Abbasning nevarasiga shunaq debdi-da. Chunki bu Qusam Yamama Bahrayn hozirgi Riyaz mushtarabida şu yani ki valisi iken Abbasilar tarafından belgelengan. Bu onda so'rabdiki Qusam degan gap nima? Bilamsa bu gapniki asli kelib chiqish manbasi nima degan ekan? Bu Qusam bilmayman debdi-da. Degan ekan Abu Ja'far Mansur debdi. Sening isming bir Hashimi ism. Onda degani Qusamniki cho'ng tog'isimi Qusam ibn Abbas edi-da. Masalan cho'ngdasi Abdullah ibn Abbasning enisi. Bilmamsa bu Qusam degan gapni degan deb bo'lib, sen elbet jahil nadankensa debdi-da. Shundan Qusam debdi, agar Amirul Mu'minin to'g'ri ko'rsa, uning ma'nosini menga deb bersa bo'ladi ekan. Degandan keyin Abu Ja'far al-Mansur mundaq debdi. Abu Ja'far al-Mansur bu so'zga ta'bir bir Qasim al-Qasim Qasim degan bosh bir narsa yegandan keyin uni shu izib ketadigan debdi yoki go'sht ozlab yesim yani semirmaydigan degan mazmundagi gap bo'lsa kerak. Bir narsalarni shu parchalab tititadigan odamni Qasim deymiz deb shundoq degan deydi. Ba'zida hamda qasima ma'nosi nasihi mard yaxshilikni o'zi jug'lagan degan mazmunda ham kelgan. Hamda chivini nima ishga yaratgan degan bir savolga duch kelibdi-da. Rivoyat qilinishicha Mansurni bir chivin baqab qilibdi-da, Muqatil ibn Sulaymondan so'rabdi. Bu çivini Allah nima ishga yaratgan desa, zolimlarni azoblash uchun yoki zolimlarni xo'rlash uchun deb javob bergan dedi. Ya'ni bu mu kinoyalik holatda Abu Ja'far Mansurga berilgan zarba. Hamda Mansurniki qilgan tunji eng birinchiliklardan masalan Muhammad ibn Ali Xurasani degan odam Mansur mushu munajjimlarni tunji qitim o'z o'rdiga to'plagan adam. Hatto mushu munajjimlarniki ish izlari bo'yicha ish tutgan, ya'ni hukm ish bajargan odamda. Uning ustiga mushu chet elliklarning, yot millatlarniki masalan So'royancha, Rimcha, Hindicha kitoblarni tunji qitim tarjima qilgan odam arabchaga. Masalan, Kalila Damina, Oqleydis qatorliq ayni vaqtdagi klassik koni kitoblarni arabchaga tarjima qilganda. Undan boshqa bu odam shu turli xizmatlarga shu mavalilarni, ya'ni qulluqdan ozod qilingan kishilarni ishlatgan odam. Hatto arablardan bularni shorik bo'lgan. Shuning uchun bundan keyin bu mavalilarning, masalan, Parislar, Rimlar, Turklar qatorliq
qullarning olib ketishi orqali amal tutib, bularning nufuzi eshib, Arablarningki hokimiyati siqib chiqarilgan Abbasiylar davrida, keyingi mezgillarda. Endi uningdan boshqa shu Abbasiylar oilasi bilan Ali ibn Abu Talib oilasi bular bir tog'ining bolalari bir-biri bilan. İkisinin orasida bu tafriqchilikni, ittifoqsizlik urg'ini bu odam tunji bo'lib shu ittifoqsizlikni terib cho'ngaytgan odamda. Undan biri ular hammasi o'rtaq xizmat qilgan, ya'ni Umayyalar qarshi teng birlikda siyosiy harakat elib borganda. Endi Mansurningki bir qism rivoyat qilgan hadislar bor. Jumladan so'zladiysa, Mansur shu vaqtdagi kishilarning ichida shu hadisni, nasab ilmini yaxshi bilardi. Hatta hadis ilmi bilan nasab ilmini ko'p o'qigan, bunlar mashhur bu odam. İbn Asakir Damashq tarixi nomli kitobida deyishcha, Abu Bakr Muhammad ibn Abdulbaqi bizga xabar bergan. Bizga Abu Muhammad al-Javhari, bizga Abu Bakr Muhammad ibn Abdullah ibn Shakhir, bizga Ahmad ibn Ishaq Abu Bakr al-Mulhami hadis so'zlab bergan. Bu kishiga Abu Aql Anas ibn Sullam Antartusi, u odam deydi, "Menga Muhammad ibn Ibrahim Sulami, bu kishi Ma'mun Rashiddan, Rashid Mahdidin, Mahdi Mansur'din, Mansur dadisi cho'ng dadisi Abdullah ibn Abbas'din." Qaranglar, mana bu yerda 10 nechida hozir isnod rivoyat bo'lib ketib bordi. Abdullah ibn Abbas'dan rivoyat qilib, haqiqatan payg'ambar alayhisolatu vassalam o'ng qo'liga uzuk taqaydi dedi. Bu hadisni Mansur hatta sanatlik holatda rivoyat qilib chiqqan. Demak, hadis ilmiga qilinaydi ishtiyoq vakında. İmam Sovli yana shunday deydi. Bizga Muhammad ibn Zakariya al-Lu'lu'i hadis so'zlab bergan. Bu kishiga Jahm ibn Sabbaq Riyahi, bu kishiga Bishr ibn Mufazzal, bu kishi dedi, men Rashidning mundaq deganligini anglagan edim deydi. Rashid Mahdining mundaq deganligini anglagan edim desa, Mahdi Mansurning mundaq deganligini anglagan edim. Menga dadisidan Abdullah ibn Abbas'dan hadis so'zlab bergan ediki, payg'ambar alayhisolatu vasallam shundaq degan ekan. Mening oil tavobatim xuddi Nuh alayhissalomning kemasiga o'xshaydi. Kim Nuhning kemasiga chiqa olgan bo'lsa qutulgan bo'ladi. Endi Nuhning kemasidan chiqolmagan odam kemasiga bu odam melak bo'lgan bo'ladi. Ya'ni bu demakchi bo'lgani, meningki shu oil tavobatimning yo'lda mangan kishilar demakchi bo'lish kerak. Ya'ni bu hadisni sanatlik, rivoyatlik holatda bayon qilgan bu Mansur. Mansurning hadislari ma'vat. İmam Suli yani shundoq deydi, bizga Muhammad ibn Musa, bu kishiga Sulaymon ibn Abi Shayx, bu kishiga Abu Sufyan al-Himyari, bu kishi men Mahdining mundaq deganligini anglagan edim dedi. Mahdi menga dadam hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Abu Ja'far Mansur shu Mahdining dadisi. Endi Abu Ja'far Mansur dadisi Ali ibn Abdullah ibn Abbas'dan. Ali ibn Abdullah ibn Abbas dadisi Abdullah ibn Abbas'dan hadis rivoyat qilib mundaq degan ekan. Payg'ambar alayhissalatu vassalam shundaq deganki dedi. Biz bir amirni amir qilib saylasak, uningga biz ma'lum bir maosh bekitib bergan bo'lsak, uningdan keyin bekitgan maoshdan boshqa o'z nafsining kayniga kirib, ma'lum bir xiyonatlarni qilib mol dunyo ilib olgan bo'lsa, bu xiyonatdir deb shunaq degan. Bekitgan maoshdan boshqa. İmam Savli yani shunaq dedi, bizga Jabalatni Muhammad bu kishiga dadam deydi. Hadis so'zlab bergan. Bu kishi Yahya ibn Hamzadan, bu kishi dadisidan deydi. Meni Mahdi sud ishlariga mas'ul qilib qo'ygan deydi. Qozi qilib qo'yganda. Shu vaqtida shunaq debdi, hukmdan oyat qattiq qo'l bo'lgan. Dadam menga dadisidan Ali ibn Abdullah ibn Abbas'dan, bu kishi Abdullah ibn Abbas'dan mundaq bir hadisni so'zlab bergan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunaq degan ekan. Allah subhanahu va taolo deydi, ulug'liqim va kattaliqim bilan qasamki, men zolimdan mayli hozir, mayli keyin cho'qim intiqom olaman. Va shundaqla bir zulm uchirgan mazlumni ko'rib turib, uningga yordam berishga qudrat bor turib, yordam bermagan maxluqdimi, odamdimi men intiqom olaman degan. Ya'ni mush hadisga asosan qattiq qo'l bo'lgan degan. Buni sanatlik rivoyatga bayon qilgan. İmam Sovli yani shundoq dedi, bizga Muhammad ibn Abbas ibn Faraj hadis so'zlab bergan.
Bu kishi deydi, "Bana dadam hadis so'zlab bergan edi" dedi. Bu kishi Asma'iydin. Asma'i Ja'far ibn Sulaymon hadis so'zlab bergan ekan. Bu kishi Mansur'din, Mansur dadasidan, cho'ng dadasidan Abdullah ibn Abbas'dan hadis so'zlab Payg'ambar alayhissalatu vassalam shunday degan ekan. Qiyomat kuni har qanday bir nasab, har qanday qudbachilik munosabat üzülüp qoladi dedi qiyomat kuni. Lekin mening qudbachilik munosabatim va nasibim üzülmaydi degan ekan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Shundaqla İmam Suli yana deydi bizga Abu İshaq Muhammad ibn Harun ibn İsa, bu kishiga Hasan ibn Ubaydullah ibn Hasib, bu kishiga İbrahim ibn Sa'id, bu kishiga Ma'mun Rashid'din, Harun Rashid'din, Mahdi'din, Mansur'din, dadisidan, cho'ng dadisidan Abdullah ibn Abbas'din hadis rivoyat qilib, bu kishi deydi men Ali ibn Abu Talibning mundaq deganligini anglagan edim. Osmondagi oyning oxirida, masalan, o vaqtda safar qilmanglar dedi. Yoki oy Aqrab yulduzda bo'lgan vaqtda safar qilmanglar dedi. Aqrab yulduz hamda bu Uyg'urcha nima deydiki? Lekin bu shu yulduzlar turkumidagi bir yulduzniki ismimda. Shu oyninki shu yulduzlarni bo'ylab mang'an holatlari yoki oylik o'tkazishlar jarayonidagi gaplar. Eng muhimi hamda bu yerda Abu Ja'far Mansurniki shu bir necha hadislarni sanatli holatda rivoyat qila olganligini bayon qilish orqali bu odamning hadis ilmiga, nasab ilmiga qilib pishiq, muntazam ulamo ekanligi bayon qilinib o'tgan. Bu hadislarniki sahih, zaifligi yoki o'ydirib ekanligi u boshqacha avval. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.